Bir xillikdan zerikkanlar uchun yaqinroq kelinglar. O'zgacha usulda mehmonlarni ham lol qoldiradigan vaj ovqatni o'z usulimda pishirishni o'rgataman. Ishoninglar, yeganlarning hammasi rahmati bor. Unda ishimizni qizil va oq loviyalarni alohida qozonchada o'zini qaynatib olishdan boshlaymiz. Shunda ovqatimiz yana ham tiniq. Qozonga yog' quyamiz va go'shtlarni solib qovurib olishdan boshlaymiz. Ketidan piyoz qo'shib, tillaring bo'lguncha qovuramiz. Shu payt to'g'ralgan chesnokni ham qo'shamiz. Endi po'sti archilgan pomidorni ham qo'shamiz. Ezilib ketguncha qovurishda davom etamiz. Ketma-ketlikda sabzi, svetofor bolgarskiy va kartoshkani hammasini qo'shib, me'yoriga kelguncha yaxshilab qovuramiz. Eslatib o'taman, qovurish davomida tuz qo'shmaymiz. Endi qozonni to'ldirib suv quyamiz. Boya qaynatib olingan loviya va oldindan eyitilgan no'xatni solib qaynashini kutamiz. Ovqatimiz qaynab chiqqandan keyin tagini past qilib, shira tortib pishguncha 2-3 soat davomida qaynatamiz. Donli mahsulotlar ezilib pishgach, marinovli qo'ziqorin, bodring va konservalangan makka va no'xatlarni qo'shib, tuzini rostlab yana qaynatamiz. Bu taom bilan har qanday yaqiningizni lol qoldirishingiz aniq. Albatta tayyorlab ko'ringlar va fikringizni izohlarda qoldiringlar. Shu taomdan tatib ko'rgan bo'larmidinglar? Like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga yoqimli ishtaha.